Yaqinda kelgan do'konimizga taroqlardan o'zimiz ham foydalanyapmiz. O'zimizning uyni o'zimiz mahsulotdan, o'zimizdan chiqqan mahsulotga remont qilyapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Natijali patolog bizaniki emas, o'z akasiga qilingan. Yaqinda kecha kelgan taroqdan ham o'zimizdan foydalanyapmiz. Juda ham zo'r chiqqan, ko'rishingiz mumkin. Juda klassik. O'zi uyning remonti ham neoklassika stilda remont bo'lyapti. Bu tomonda PVH panellar, taroqlar bo'ladi. Zalni ham bu tomonda, o'ng tomonda PVH panel, har xil dekorlar bo'ladi. Har xil ranglar ham aralashadi. Bu molosniy rang, bu tomoni ko'k rang bo'ladi bu xona. Bu yoqda 3 ta spanli, sanuzeli bilan oshxona. Bu yoqda ham bitta sanuzel. Bu yoq esa kirish eshigi. Uyning remonti bitgandan keyin ham bitta to'liq video qilamiz. Mana bunaqasidan qilib. Agar sizlar ham uyni remont qilayotgan bo'lsangiz, Zarchabek qurilish mollariga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bizda remont uchun, uy qurilish, boshqa mahsulotlar uchun hammasi mavjud. Pastga telefon nomer yozib qoldiraman. Aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Sizlarni kutib qolamiz. Salomat bo'linglar.